Bo'ldi, Assalomu kepi. alaykum. Hurmatli Teplik sog'lom limon guruhimiz ishtirokchilari. Mana bugun Farg'ona viloyati G'o'za tumanida Sultonov Oybek hoji akamiz limon daryosiga abreskaga kelganmiz. Buni o'tgan yili o'zimiz kesib, haligi sovuq bo'lgandan keyin ko'p stolli bo'lib ketganda 3 tadan, 2 tadan, 4 tadan stolni qo'yib berib ketganmiz. Endi bu yerda hojilar bilan hojani asosan qaraydi, Oybek hoji akam ishda bo'lganligi uchun. Endi mana liderlarimiz bilan Xolmuhammad hoji akam, Ilhomjon hojida, Ikromjon Ma'sumovlar birgalashib biz qayerga borsak sizlarga ham aytganmiz. Bu abreskani o'rganib olish degan narsa mutlaqo noto'g'ri narsa. Bu yerda novda turlarini o'rganib olinsa bo'ldi, novda turlarini o'rganib olinadi. Abreska lekin har bitta limonariyaga borganda o'ziga yarasha alohida ssenariy yoziladi degani. Mana kechagi hozirgacha qilgan 20 ta yoki 25 ta abreskalarimiz ichida hammasida alohida, shunaqa bo'ldimi? Hammasida alohida ssenariy yozilgan. Bu yerda mana Oybek hoji akamnikida faqat biz 3 tadan yoki 4 tadan stol qo'yib ketgan edik. Hojada bilan hojona bunga shunaqa chiroyli mehr berib qaraganki, shu 1 yillik programma bilan juda go'zal bo'lgan. Endi hozir biz shu yerda qiladigan narsamiz o'sha o'tgan yili biz qo'ygan, shu yerga qarang, hojona. Shu yerga qo'ygan stollarimizni qoldirib, qolgan shunaqa tushgan narsalarni, yangi chiqqan stoldan chiqib ketgan suruq novdalarni olib, rassom qurtlar tushgan novdalarni yana bir qator kesib, buni 2026-yil hosiliga tayyorlab berib ketamiz. Endi 2026-yil bu hosil berish kerak. Hozir biz buni shakliga to'g'rilagandik. Shuning uchun bizni kelgusi videolarimizni kuzatib borasizlar. Xudo xolisa sizlarga bir ma'lumot beraman. Rahmat.